Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, traktor texnika ishqibozlari. Hozirgi video obzorimizda mini kombaynlarimiz haqida ma'lumotlarni berib, narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar va like bosib, obuna bosib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Qani bo'lmasa boshladik. Bu kombaynimizda motorlarga keladigan bo'lsak, motorlari 192 motorli salarka motor bo'ladi akalar. Boklari 3 litr oshiq salarka eltadi va rasxodlari soatiga 1 litr rasxod qiladi. Qolgan katta kombaynlarga qaraganda rasxodlari ham kam bo'ladi. Mana shu motori shunaqa ko'rinishda, shunaqa joylangan bo'ladi. Xo'p, skorslarga keladigan bo'lsak, bu kombaynimizda oldiga 3 ta, orqaga bitta skorslari bor. Harakatlanishi oddiy va qiyin emas. Skorsga uriladi. Birinchi zavat qilingandan so'ng, skorsga urilgandan keyin bu dastakni tortib harakatlantiradi va pichoqlarni oldidagi o'rim joyini bu dastak orqali harakatlantiradi. Rollari va ko'tarib tushirishlari bu dastak orqali amalga oshiriladi. Xo'p, bularda statorlari bo'ladi. Bitta kaltga zavat bo'ladi. Shinalarga keladigan bo'lsak, harakatlanishi gusunisali bo'ladi. Shina balonli bo'lmaydi. Nimaga bunaqa desalaring, bu botib qolmasligi uchun va loyqa joylarda aylanib qolmasligi uchun shunaqangi gusunisali qilib ishlangan. Bu temir emas, charm bo'ladi, lekin qalin. Xo'p, tagidagi pichoqlari tagidan tozalab o'rib ketish uchun mo'ljallangan. Qolgan katta kombaynlarga o'xshab o'sgan o'rib ketmaydi va tagi bilan tozalab o'rib ketadi bu kombaynlarimiz. Eniga keladigan bo'lsak, eni 120 bo'ladi akalar. 120 joyda o'rib ketadi. Pichoqlari ham yaxshi pichoqlardan qo'yilgan. Mana ko'rib turganlaringdek, mana shu ko'rinishda bo'ladi oldilari. Bu kombaynimizda balonlari yo'q ekan. Uzoqroq joyga borib pul qilib kelsak bo'ladimi? Uzoqroq joyga borib pul ishlasak bo'ladimi degan akalarimizga bu kombaynimizda vaznlari 630 kg bo'ladi mana. 630 kg laboga bemalol sig'oradi. Bemalol laboga yuklab uzoqroq joylarga borib pul topsalaring ham bo'laveradi. Bu kombaynlarimizda qulayliklari ko'p, rasxodlari kam. Bularda bonkeri qayerda desalaring, bularda bonkerlari bo'lmaydi, bez bonker, pryamoy qoplab ketuvchi bo'ladi. Xo'sh. Somon hashaklarini bu yonidan otib tashlaydi akalar, chiqarib tashlaydi. Chang hashaklarni esa bu joydan chiqarib tashlaydi. Doniga keladigan bo'lsak, donini qopga tashlab ketadi. Qulayliklari shu. Bonkerga to'plab, bonkerdan tashlab, bonkerdan yana qoplab ishni ko'paytirmaydi. Bu pryamoy qoplab ketadi. Xo'p, bunisi ham bir xil, o'sha salarka motorli. Bunisi bilan bir xil, hamma yo'g'i. Kimga shunaqangi kombaynlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati Pop rayoni Ferival yo'lida joylashgan. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 70 million so'm qilib beramiz akalar. Obunachilarimizga yanada kamini qilib beramiz ozmoz. Shunaqa tanishlaring bo'lsa, shunaqa kombayn olaman degan yoki o'zlaring olmoqchi bo'lsalaring bemalol murojaat qilaverasizlar. Mini kombaynlarimiz sholi bug'doy o'rish uchun mo'ljallangan. Narxlari 70 million so'm. Telefon orqali yana kelishadigan joylari bor. Kreditga so'ragan akalarimizga kreditga ham 1 yildan 3 yilgacha hokim yordamchisi orqali chiqarib beriladi. 1 yilga ham 3 yilga ham 12% uslugasi bilan to'liqroq ma'lumotni telefon orqali gaplashamiz akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Videoning tagiga nomerlarimizni yozib ketamiz. Kanalimizga obuna bosib, qo'llab-quvvatlab bizni kuzatib boringlar.